Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana shu bugun kunda Chortoqdagi obyektimizga kelganmiz. Bu joyga kelishimiz sababi sog'lomlashtirish yo'lakchasi bo'lgan bu joyga qanaqa burchatkalar o'rnatdi desani 3 xil variantdagi trendda bo'lib turgan burchatkamiz o'rnatgan. Bu burchatkalarni birma-bir sizlarga tanishtirib o'taman. Birinchi varianti 10 ga 20 bo'ladi, ikkinchi varianti 20 ga 40 bo'ladi, uchinchi varianti 30 ga 30 bo'ladi. Eng qizig'i okaxonlar biz perinno qarab turibsizlar, ha? Mana endi burchatkalarimizni tanishtirib o'tdik. Sovuq bo'lishiga qaramasdan ustalarimiz ishlamoqda. Ustalarimiz jonlari sog' bo'lsin. Endi sizlar bilan birga ustalarimizdan qisqacha ma'lumot olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum onam. Uyingiz cheydami onam? Alaykum assalom. Uyimiz sheyda. Oldin bu yerlar qanaqa bo'lgan onam? Bu yo'llar o'tli bosgan, chuqur chaqar, suvlar yeb ketgan, juda achinarli holatda bo'lgan bu yerlar. Endi yo'llarga qanaqa bir anaqadan berasiz onam bu yo'llarga? Endi hozir mana davlatimizni, prezidentimizni tenjollari sog' bo'lsin, prezidentimizni tashabbuslaridan hamma yoqqa nazorat qilib, chiroyli imoratlar tushyapti, yo'llar o'rlanyapti. Biz bunga behad xursandmiz prezidentimizdan. Yuqori tashkilotdagi sizlar ishlayotganlarni tenjollaringiz sog' bo'lsin. Mana sayimizda bu yer ekilib ketgan chiroyli yo'llar bo'lyapti. Hamisha turib olsam oltin bo'lsa, oltin beshikni obod bo'lsin. Allohu akbar. Atqaringiz onam. Jamolxon sovuqlarda charchamisiz? Yo'q, rahmat, Xudoga shukr. Ishlar qanaqa ketdi? Yaxshi, a'lo darajada ketdi. Cho'tkimi? Yuklar qanaqa kelibdi? Yaxshi kelyapti, xudo xolasa. Bir kunda qancha ob'yom bo'lsiz? Bir kunda 170-180 kvadrat ob'yom bo'lsa. Ha, demak yana ham ozgina tezlashtirsa bo'ladi. Bo'ladi. 200 kvadratdan ursa bo'ladi. 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 Najm aka qarang, ustalarimizga materiallar vaqt soatda yetib kelsin. Jamolxon ham magazini bosaman debdi, Voyt aka ham magazini bosaman debdi, Sharif ham magazini bosaman debdi. Buniga 200 kvadratdan ursa ham 600 kvadrat burchat ko'radi. U uchun siz kerakli materiallarni yetkazib berib tursangiz, bu yerda ish jarayonlari tezlashib boraveradi. Tezroq esanamo yo'q bo'lsa, xudo xolsa bundan katta ob'yomlarga o'tib ketaveradi. Bo'ladimi aka? Bo'ladigan bo'lsa sizga rahmat. Aytiga sizlardan nima so'rab o'tamiz? Shahrimizda shunaqa sog'lomlashtirish yo'lakchalari ko'payishini xohlovchilar like, podpiska bosishni unutmang. Videoni maksimalni tarqatib yuboring. Hammaning ishiga omad, faqat gaz.